Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib eng go'zal va foizli ayyomida muborakbod etamiz. Bugungi muborak ayyom musafforalarga to'lgan olamda eng shirin orzularni tilaymiz sizga. Bugungi go'zal ayyomlarda farzandlaringiz sizni shunchalik xursand qilishni tilab, shunchalik syurprizlarni tayyorlabdilar. Eng baxtli ona ekasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'zingizdan mana shu tabassum arimasin deymiz. Har doimo yaqinlaringizni yonida boshpanoh bo'lishingizni chin dildan istab qolamiz, tilab qolamiz. Shodliklarim sig'may ketar tanamga, bolam deya kirib kelsa xonamga, farishtaga o'xshar deyman, aslida farishtalar o'xshar mening onamga. Dunyolardan o'tib tushar zehni bor, dunyolarga yetadigan mehri bor, qalbida o'zgacha bir sehr bor, farishtalar o'xshar mening onamga. Bir siymo bor ta'rifini topmaganim, sog'inchlarga eshigini yopmaganim, meni kutgan intizorim tormaganim, baxtim uchun omon bo'ling onajonim. Sizga go'zal rizqonlarni yo'llaganlar marhamat, yaqinlaringizni ham siz uchun atalgan eng go'zal tilaklarni eshitib qolamiz. Marhamat. Öğretim ziya doğrayın. Şuranı yazdıkta kervanı bilgiysen, isteyince yaş vergi Kudayım. Sağlama yürgiysen Kudayım, keserlerle gitsen. Allah tanrı özü yardı kavi. Kudayım, mertebelerin veren torup Kudayım bak. Kudayım, öse vergi Kudayım. Sağlama yürgiysen bak. Yapmayın tebrikli ben. Evvel Allah sizi tebrikli ben. Şimdi bizi bu alanda söylenen şimdi baklara gelişelim. Yapmayın tebrikli ben. Allah teşekkür marhamat. Siz bakalım iyi güzel şeyler istiyorsanız. Assalomu alaykum farzandlarim va yaqinlarim. Yaxshimisizlar? Sizlarni juda sog'indim. Sen yaxshimisan? Hayot tashvishlari seni qiynab qo'ymadimi? Mensiz bir o'zingga ancha qiyin bo'ldi, bilaman. Rahmat. Mensiz hammasini uddalading, men senga ishonardim, uddalashingni bilardim. Sen taslim bo'lmaydigan mard ayolsan. Qizlarimizni uzatib, o'g'limizni ham uylantiribsan deb juda xursand bo'ldim. Doniyorbek bolam, yangi lavoziming bilan tabriklayman. Yuzimizni yorug' qilding, sen bilan faxrlanaman. To'g'ri, bu kunlarni ko'ra olmadim, lekin sizlarni jannatlarda kuzatib duo qilib turaman. Bolam, doim halol bo'l, onangga, opalaringga g'amxo'rlik qilgin. Ular mendan senga omonat. qolaverdim toshga urib yetim boshim, ketayotir otam fano karvonida. Didor qoldi endi mahshar. Ajoyib istaklardan biri qonunchilik narsalarni har yil ko'z yoshlariga qarshi har doimo quvonch ko'z yoshlariga yo'l berishingizni biz chin dildan so'raymiz. Kastimga to'kildi ruhiy duolar, ilk ishoncha to'lgan yeru samolar kechir. Kechir o'tgan bo'lsa mehnat xatolar, oshirishim oxirlar bir umrli uchun duoyi joyda. O'zingizga qurbon yo'qachamanlar, tun so'rayman, joy bormi sendan, ona hujjatida oxirma Robbim. Marhamat, albatta har bir farzandni sog'lom onalar uchun bir quvonch bag'ishlaydi.
Abidada qanday hissiyotlar kechyapti? Bu syurprizlarni muhimmat eshitamiz sizdan. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bugungi go'zal ayyomingizga hamrohingiz o'zbekiston bilan jurnalist bo'ldi. Mana shu quvonchlarga o'zingiz salomat bo'ling.